Salom do'stlar. Bugun biz siz bilan tannarx, ya'ni bir mahsulot uchun tannarx hisoblaymiz. Ya'ni biror bir xohlagan mahsulotimiz, misol uchun bizda nima bor? Deylik, biror bir mahsulotdan boshlasak, ya'ni import hajmi bor yoki kelimesnidan tak местный местный, ya'ni o'zimizni ichki bozordan bizlar mahsulot sotib olib va sotib foyda qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qayta ishlash jarayonlarini hisobga olgan holatda. Местный bozordan misol uchun nima oldik? Biror bir mahsulot birini oldik deylik. Mahsulot nomer 1. Endi xo'p, местный bozorda narxi 10.000 so'm. 100.000 bo'lib ketibdi. 10.000 so'm. 10.000 so'm narxi bor. Hop. Narx endesi bor. Endesi 12%. O'shanda jami 11.200 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni bu mahsulotdan bizaga 1 kilosini narxi bitta единое измерение xo'sh va количествоsi kg hamda количествоsi. Endi misol uchun 1 kilosi. Biza 1 oy ishlab chiqarishimiz kerak bo'ladi deylik. Kuniga 1 kilodan ishlatsak bizaga 1 oyda, ya'ni misol uchun aytaylik, 1-apreldan 31-aprelgacha. Yo'q, 30-aprelgacha ekan. 30-aprelgacha 22 ish kunimiz mavjud. 5 kunlik ish kunida, ya'ni bizda xodim 1, ya'ni xodim 10 ta bo'lsin. 10 ta xodimimiz bor. Bular bittasi sotib oluvchi, ya'ni agentimiz bor. Keyin skladchik bor. Kladavshik va kladavshik bor. Keyin ya'ni 3 ta rabotchi, raznarabotchi, ya'ni yordamchi yoki boshqa 3 ta rabotchigimiz bor va hamda 1 kishi nachalnik bo'lsin, hamda bitta rahbar bo'lsin. Endi taxminan. Xo'p, agent o'rtacha 6 million oylik oladi. O'rtacha 6 million oylik oladi.
oyligi NFL 11.9, NPS 1%, ETSP 12%. Endi buni barchasi taxminiy hisob-kitoblar. Bu pastga tushsin va bu yonga yursin. Endi skladchik o'rtacha 5 million. 5 million. Kladavshik 4 million olsin. Kladavshik 4 million. И keyin uchta robotchi 3,5 milliondan. Начальник 7 million hamda direktor 10 million. 10 million olsa, o'shanda bu xodimga, ya'ni qo'lga tegadigan. Toza oylik ish haqisi. Xo'p, endi bizda mahsulot aniq, bitta mahsulot olamiz. Keyingisi upakovka qiladigan bo'lsak yoki buni saqlaydigan yoki qayta ishlaydigan bo'lsak, ya'ni olib ishlatadigan mahsulotlarimiz ro'yxati. Ya'ni mahsulot 1dan mahsulot 6gacha mana shtuk. Misol uchun kilogramm, hop, metr kub, va metr kvadrat. Metr kvadrat hamda shtuk deylik. Shtuk hammasidan birdan ketadi. Bittadan ishlatamiz deymizda. Mana shu komplekt bo'lgan taqdirda bizga bitta GP mahsulot chiqadi. GP 1 shtuk bo'ladi. Tayyor mahsulot, ya'ni buni narxi 9,000, mana buniki 3,000, 30,000, 3,000 so'm. Kub metr misol uchun har xil narsa ishlatishimiz mumkin kub metrda. Ya'ni hop, korobka deylik buni, mayli. Upakovka uchun korobka qilamiz. Ya'ni 5,000 hamda 4,000 va 6,000. Mana shunda ketdi. Hop. Ishchilarimiz bor menakay. Ishchilar o'zi anaqasi aniq nima ish qilishi qayerda o'zi bu belgilab qo'yilgan. GP mahsuloti uchun kerakli tovarlar. Bularni hammasini ishlab chiqarganda, ya'ni ishlab chiqarganimizda bizaga korxona uchun tannarx chiqarish kerak bo'ladi. Ya'ni endi biza elektr energiyasi, gaz,
suv ishlatamiz. Endi misol uchun elektr energiya qancha kilovat deymiz. Qancha kilovat? Misol uchun kuniga 10 kilovatdan ishlatganimizda 220. Gaz metr kub bo'lganda misol uchun kuniga 2 kubdan ishlatamiz. Nimalaridir qizdiramiz, nimalardir yondiramiz. Suv kub deylik buni ham. Misol uchun kuniga yuzi qo'lni yuvish mumkin, hojatda ishlatilinishi mumkin, ya'ni ichimlik uchun общий hisoblaganda misol uchun bir kunda 0,5 kuba ishlatamiz. Endi elektr energiyani 1 kilovatini 1,5 ming so'mdan deb olamiz. Gazniki 2000 so'm. Endi taxminiy bo'lari hammasi suv 2,5 ming so'm. Endi 1 oy uchun ishlatamiz. Buni ko'paytiramiz. Mana o'shanda bu общий bu holatga keldi. Bu kommunalka. Kommunal bu oylik. Bu ishlab chiqarish uchun mahsulotlar ro'yxati. Endi yana nimamiz bo'lishi mumkin? Bizani obedimiz bo'ladi. Obed bo'ladi. Endi ishchilar uchun biror bir Damas, transport ishga kelib ketishlari uchun hammasi bo'lib bizadagi 8 ta ishchi misol uchun bir kunda ovqatlanishi, ya'ni obedini o'zini hisobga oladigan bo'lsak, общийda bir kunda misol uchun 100 ming so'mlik ketadi. Obed ketadi. Bir kunda. $100,000 so'mlik ketadi. Transport bir kunda bu ham 8 ta ishchini har kuni olib ketgani uchun 100 mingdan ertalab, 100 mingdan kechqurun 200 ming so'm ketadi. Endi bu yerda bu mahsulotlarimiz hisobga olindi narxlari bilan. Indeks chiqarildi. Endi $90 million so'm. Endi biza nima qilishimiz kerak? Bir oyda 22 ish kuni bo'lsa, biz bu mahsulotlarni bir kunda bitta chiqaramiz. Mana shu mahsulotlarni qabul qilamiz va xarajatlarni hisoblab turib sotamiz. Ya'ni bu yerda ketdi. Birinchi o'rinda местный. Keling sotuv. Sotuv narxi. Sotuv narxi kiritiladi. Keyin ya'ni qayerdan kelib chiqdi bu? Местныйdan mahsulot olamiz. Oyliklarimiz bor. Kommunal, transport, oylikdan keyin soliq qo'shib yuboramiz. Soliq
kommunal transport. Hop, bular tannarx ichiga kirib ketadi. Xo'sh, endi obedimiz bu kunlik edi. Endi bir oylikka o'tkazamiz, ya'ni ko'paytiramiz 22 ga. Shunda hop 6 million. Endi bir oylik mahsulotimiz bizada qancha chiqadi? Ya'ni bizlar ana shu mahsulotlardan nechta chiqara olamiz? Kuniga misol uchun 10 ta deylik. Hop, aprel oyi uchun 22 ish kuni bo'lishi aniq, ya'ni bu boshlanish sanasi. Boshlanish sanasi hamda oyning tugash sanasi. Tugash sanasi. Bu ish kuni. Ish kuni. Endi hop 22 kun ichida biz bir kunda hop 8 ta ishchi bilan 10 ta mahsulot ishlab chiqara olamiz. Gapa 10 ta ishlab chiqara olamiz. Endi 22 ish kunida nechta chiqara olamiz? Ya'ni 220 ta, bu 220 ta mahsulot. 220 ta mahsulot bo'ldi. Endi bir oylik xarajat mana xuddi mana shundan 10 ta bo'lsa, ya'ni mahsulot kuniga normal rasxodi ham 1 kilodan deb hisoblandi. Hop. Mana. Togo'si endes, Togo bez endes qilamiz o'zimiz uchun. Togo bez endes. Ana shunda Togos bezendesi bu ko'paytirilgan harfi o'ziga. Endi har bir mahsulotdan 1 kilodan ishlab chiqarsak, 1 kilodan rasxod qilsak, bir kunda 10 ta gapa chiqarsak, ana o'shanda bu komplekt bitta gapa bo'ladigan bo'lsa, hop, normasi bizga 220 ta uchun norma kerak. Ya'ni 220 ta bo'lishi uchun buni hop bir kunlik xarajatini olamiz. Bir kunlik va bir oylik. Bir oylik. Endi hop buni ko'paytiramiz kunlikka. Ya'ni ketdi. Endi bir oylikka ko'paytiramiz. Bir oylik. Ketdi. Bir oylik. Endi bular chiqdi. Endi summasini chiqaramiz. Summada. Bir kunligimiz xarajati qancha? Bir oyligimiz xarajati qancha? Hop. Summa bu bezendes bo'ladi. Bu sendes bo'ladi. Xarajatlari oldindan ko'rish uchun, ya'ni hisoblanadi bular. Yoki o'zingiz qiziqsangiz, qancha xarajat qilaman, qanaqa bo'ladi degan savolingizga javob topish uchun
Hop, mana bu endesi bilan ekan. Tak. Endesi bilan. Bu bez endesi bilan. Ketdi. Ana shunda kuniga 60 kilo, oyiga 1320 kilo, ya'ni 1 tonna 300. Hop, endi bir oylik hisoblarkanmiz. Kunligimiz xarajatimiz endesi bilan 414 ming, bez endesi 370 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Endi bir oylik narxi 220. Bir oylik 9 million. Bir oylik bez endesimiz bularni ajratib olamiz. Endi hisoblab oldik. Xo'sh, endi ketdi. Mana bir boshidan yig'ib chiqamiz. Mesni bizaga 220 ta mahsulot uchun qanchaga tushadi? Doim bez endes olamiz, chunki endes hisobga olib qo'yiladigan joyi bor. Xo'p, bir oylik sarf xarajatni bez endes qismini olamiz. Endi bir oylik ish haqqini olamiz. Xo'sh, biza soliqlarni avtomatik tarzda to'lavoramiz va xodimga oylik ish haqqisini o'zini beramiz, ya'ni xo'sh, bu yerda naqd qo'liga tegadigani. Xo'sh, bu bir oylik ish haqqisi. Soliqlardan ozod qismi, ya'ni toza oylik ish haqqi. Toza oylik ish haqqisi hamda soliqlari. Soliq qismi. Endi keling, soliq qismini ham qo'shib ketamiz ishlab chiqarish tannarxiga. Endi приблизительно kimdir qo'shadi, kimdir qo'shmaydi, kimnidir hisobi boshqacha. Приблизительно bo'lgani uchun taxminiy, ya'ni bu aniq fakt emas. Hop, bu ketdi. Bir oylik soliq summasi hisoblandi. Bu foydadan yoki keling buni ham qo'shib olamiz. Endi kimda qanaqa hisoblanadi bilmayman, bu taxminiy. Kommunal to'lovlarni ham bir oylik qismi. Suv, gaz, svet. Kommunalga ketdi. Endi transport xarajati bir oyligi hamda obed. Obed pulisi hisoblandi. Endi hop, endes. Hop, nalogi bor. Nalog deymiz.
ya'ni NDS zachot olamiz. Nalog foyda solig'i deb keta qolaylik. Foyda solig'i 15%. 15% tashkil etsa, endi tovari NDS, ya'ni mahsulot NDS narxi, yana bitta NDS summasi deb ketamiz. NDS summa, ya'ni sotuv xarajatidan bu mana bu yerdan 12% hisoblaydi. Bu sof foydadan, bu NDS zachotdan. Endi xo'p, общий итогisi, ya'ni tovarni emas, oddiy tannarx deb qo'ya qolaylik. Tannarxi tannarxiga soliqlari qo'shadi, kommunalkani qo'shadi, transportni, obedni qo'shadi. 62 million so'm xarajat bo'lyapti. Endi nalogi. Nalog, ya'ni mana bu qismi. Bu qismda tashlaymiz, joy tashlab qo'yamiz. Tannarx bu yerda qoladi. NDS zachot bu siz birinchi mahsulotlarni olganingizda to'laydigan soliq, ya'ni to'langan soliq qismi bu tannarxga qo'shilmaydi. Itogi NDS minus itogi bez NDS, ya'ni bu yerda faqat NDS o'zi. Shunda 967 ming so'm NDS hisoblanyapti. Xo'p, endi foyda solig'i mana bu yerdan, sof foydadan, ya'ni sotuvdan keyingi holatdagi bizaga qolayotgan sof daromaddan kelib chiqib hisoblanadi bu. Buni hozircha ko'rsatmay turamiz. Xo'p. Endi bu yerga tannarx chiqaramiz. Bizda bir oylik xarajatda bo'lamiz. Bu oylik hamda bu yerga bir shtuk uchun, ya'ni bitta mahsulot uchun necha puldan tushyapti ko'rib chiqamiz. Bo'lamiz bir oylik ishlab chiqarishga. Hop, ketdi. Bir oylik ishlab chiqarishga bo'lsak. Hop. Endi summa to'g'ri hisoblanyapti. Bo'lib chiqamiz. Endi bu yerda общий sotuv va alohida bitta mahsulotning tannarxi. Endi sizlar hisoblandi, bular hisoblandi. Boshlang'ich tannarx. Boshlang'ich narx. Keyin ishlab chiqarish narxi. Foyda plus nalog 15% bilan, endi bu yerda foyda minus nalog 15% bilan, ya'ni bu sof foyda. Sof foyda bo'ladi. Endi taxminan bu yerga narx kiritamiz, ya'ni qanchadan. Misol uchun приблизительно hisoblaymiz. 500 ming so'mdan qo'yamiz. Bitta mahsulot uchun. 500 ming so'm. Buni bunga qo'shamiz. Endi nalogi foydasi bilan ayiramiz. Mana bunga.
Endi sof foyda. Sof foyda, ya'ni endi bizada sof foyda bu minus bu hisoblanadi. O'shanda 131 ming so'm 500 ming sotganimizda. Shunaqa bo'lyapti. Endi hop, bu ketdi. Bu. Endi biza 1 oylikka ko'paytiramiz bunga. 28 million sof foydamiz bo'lishi kutilyapti. Agar biz 1 oyda mana shu mahsulotni ishlab chiqarib, mana shu pulga sota olsak, 220 ta mahsulot ishlab chiqarsak, 8 ta odam bilan taxminiy naloglari, taxminiy hisob-kitoblari yakunlaganda bu bor yo'q planoviy narx deyiladi. Ya'ni bozorga kirishdan oldin ishlab chiqarishni приблизительно narxini ko'rish uchun, o'zingiz uchun ishlab chiqarishingiz qanchaga tushishini bilish uchun qilsangiz bo'ladi bu qismlarini. Shunaqa hisoblanadi. Taxminan xuddi shundoq bo'ladi. O'shanda bitta mahsulotni shu pulga sotganimizda bizga sof foyda 1 oyda 28 million so'm yomon emas. Bu juda ham zo'r natija bo'ladi. Yana nima desak bo'ladi? O'zingizni xarajatlaringiz yoki yana qo'shimcha xarajatlar bo'lsa kiritib boraverasiz. Keyin bu yerda shunaqa xarajatlar bo'ladiki, tannarxi ichiga kiritilmaydigan xarajatlar bo'ladi. Endi bu yerda hammasini tannarxi ichiga kiritgan holatda hisoblab chiqdik. Nima bo'lishini ko'rish uchun. Yana nima desa bo'ladi? Bu o'zingizni qanaqa bir qaysidir ma'noda tushunchangiz, qaysidir ma'noda o'zingizni hisob-kitoblaringizga qarab bemalol ishlab chiqarishingizni rejalashtirishingiz yoki ishlab chiqargan mahsulotingizni narxlashingiz mumkin bo'ladi.